ekan. Rahmat. 4 yil davomida blog yuritishni boshladim. Ko'p qarshiliklar bo'lgan. Endi meni chakchakcham yo'q bilmaydi. Sizlar bilan virtual gaplashganman. Jonli bu boshqacha. Sizlar bilan birgalikda jonli gaplashish bu juda boshqacha. Buni nima deydi? O'zida turgan his qila oladi. Shuning uchun o'zgina gapiraman, chidaysizlar, eshitasizlar. Avvalambor sevgi so'rim qilib o'lay. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, hammalaringizni sevaman. Ichim to'la mehr muhabbat. Ismimga mos qizman. Ismim Muhabbat, dadajonim qo'yganlar. Dadajon, sizni sevaman. Ana shu narsalarni yozganman, shu dadajonimga ta'til qilib sevgi so'r qilaman, chunki men dadamning qizlariman. Dadajonim 38 yoshlarga dunyoga kelganman. Dadamning qizlariman. Dadajon, sizni shunday xohlagandim, istagandim, kelishingizni nozlandim, lekin keldingiz. Rahmat. Mani ismim tarixini dadajon aytib beraman. Aytib beraman endi. Ismim nima uchun Muhabbat bilasizlarmi? Mani ismim tarixiy ism. Dadajonimni sevgililarning ismi bo'lgan. O'zimni Asaljon. Sevaman siz dadajon. Dadajonim bir Muhabbat degan qiz bilan sevishganlar, lekin bobojonim onalikka, ayollikka, farzandlarga onalikka qizni adashmasdan tanlaganlar, ya'ni onajonimni Risolat Pariyni. Lekin bilaman, dadajonim, onajonim juda ham qattiq sevadi, u yoshlik. Dadajon mikrofon ishlamadi. Hoji bobo, harakat qildim, lekin baribir to'xtamayapti. To'xtamayman, yo'q. Oxirgacha aytay. Maylimi? Xullas, bizda 5 ta farzand, oxirgi farzandga Muhabbat deb dadajonim ism qo'yganlar. Dadajonim, ismim bilan faxrlanaman, juda ham xursandman. Doim ismimni sevganman. Rahmat sizga. Shu ismga bog'liq bo'lar ekan, ichim to'la mehr muhabbatda hech tugamaydi bu. Hech tugamaydi. Tugamaysan. Dadajon, birinchi sizga gapirmoqchiman. Dadajon, rahmat. Men har kun Xudojonimga rahmat aytaman sizday insondan dunyoga kelganimdan. Har kun es xayolim sizga, siz bilan onajonimga. Yana qayta dunyoga kelsam, faqat sizdan va onajonimdan tug'ilishni istayman. Yanachi faqat Buxoroda tug'ilishim kerak. Bu ham bor. Buxoroni yaxshi ko'raman, tuprog'imni yaxshi ko'raman, vatanimni yaxshi ko'raman. Dadajon, boshimga sog' bo'ling. Siz bor, men mana shunday doimiy xushxursand kayfiyatda doim aytaman. Hamma narsani yaxshi qabul qilib, ichimda negativ yo'q. Nima uchun? Siz bilan onajonim bo'liklaringiz uchun. Dadajonim, rahmat. Bizlar uchun go'zal yashaganingiz uchun, chiroyli bo'lganingiz uchun, chiroyli fe'l-atvor bo'lganingiz uchun rahmat. Hammasi uchun rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boshimga sog' bo'ling. Endi esa oyijonim bilan bomlonga navbatga aytmasam,